Agar siz biznesingizga ERP tanlovi oldida turgan bo'lsangiz, bu 10 ta savolga javob bermasdan birorta ERP tanlashga shoshilmang. Assalomu alaykum. Men Amon Olimov, Deep Vision IT Consulting kompaniyasi rahbari bo'laman. O'zim 15 yildan ortiq ITdaman. Jamoamiz bilan 3 yildan ortiq aynan Odoo ERPlarini joriy qilish bo'yicha raqamli transformatsiya bo'yicha ishlab kelmoqdamiz. Ushbu videoda biza ERP tanlashdan oldin nimalarga e'tibor berishingiz kerakligi bo'yicha 10 ta savolni yig'dik. Agar siz biznesingizni raqamli transformatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni ko'rish sizga ishni boshlashdan avval qanchadir vaqtingizni va naqdingizni tejab berishi mumkin. Unda boshladik. Birinchi savol: ERPni joriy qilish orqali biznesimda nima muammoni yechmoqchiman? Agar sizni biznesingizga ERP nimaga kerakligini bilmasangiz, demak siz biznesingizga dastur joriy qilishga hali tayyor emassiz. Ya'ni sizda qandaydir muammoni yechish uchun bu narsani joriy qilishingiz kerak. Masalan, skladingizni onlayn ko'rib turishni xohlaysizmi yoki savdoni monitoringini jonli ko'rib borishni xohlaysizmi yoki biznes operatsion ishlaringizda qandaydir uzilishlar bormi? Ularni silliqlamoqchimisiz? Shunga o'xshagan og'riqlaringiz bo'lishi kerak-da. Uni yechimi sifatida ERPdan nimadir kutayotgan bo'lishingiz kerak. Shunchaki raqamlashtirmoqchiman yoki qani bitta urinib ko'ray deb boshlayotgan bo'lsangiz, bu yo'ldan qaytganingiz ma'qul. Lekin bu bir vaqtda o'zida biznesingizda muammolar tiqilayotgan bo'lsa, ERP qo'yishingiz kerak degan narsadan butunlay yiroq. Ya'ni biznesingiz muammolarning ichida bo'lsa, o'zingiz qiyin ahvolda bo'lsangiz, biznesingiz operatsiyonkasi qiyin ahvolda bo'lsa ham, bu ERPni joriy qilish bosqichiga kirmagan ma'qul. Biznes maksimal darajada sog'lom bo'lishi kerak, lekin unda nimadir bitta-ikkita muammolarni hozirgi holatda yechib bo'lmaydigan paytda siz ERP joriy qilishingiz mumkin. Ikkinchi savol: biznesingizni aniq hujjatlashtirib qo'yganmisiz? Ya'ni biznes jarayonlaringizni yozib, har bitta xodim mansab yo'riqnomalari, har bitta bo'limni maqsad vazifalari, har bitta operatsion ishlaringizni flow'i yozilmagan bo'lsa, demak biznesingiz hali tizimlashmagan. Tizimlashmagan biznesni raqamlashtirish bu sizga shunchaki raqamlashgan qanaqadir kashani olib kelishi ham mumkin. Shuning uchun avval biznesingiz tizimlashgan bo'lishi kerak. Jarayonlar hammasi yozib qo'yilgan, qurilgan va cho'tki ishlayotgan bo'lishi kerak. Shundan keyin buni raqamlashtirsangiz yana ham idealniy yechim bo'ladi. Biza har doim Odoo'ni joriy qilishda birinchi uchrashuvda siz biznesingizdagi jarayonlarda SOP'sini yozib chiqqanmisiz yoki sotuv jarayoningiz hech bo'lmaganda qadamlarini aniq oldindan yozib qo'yganmisiz deb so'rab chiqamiz. Uchinchi o'zingizga berishingiz kerak bo'lgan savol bu: agar ERP joriy qilayotganda ma'lum bir savollarga, ma'lum bir muammolarga kim yechim beradi? IT bo'limmi yoki rahbariyatmi? ERP joriy qilishda muammolarning yechimini mana bunday qiling yoki bunday qiling degan qarorlarni IT bo'limi emas, aynan rahbariyat, top management berishi kerak. Chunki ERP bu shunchaki dastur emas, bu biznes yechim, bu biznes dasturi, bu biznesni optimizatsiya qilish, yechim berish tizimi. Bu shunchaki dastur emas. Shuning uchun siz o'zingiz ERP joriy qilayotganda har bitta protsessni mas'uliyatini bo'yningizga olishga tayyor bo'lsangiz, bu narsani boshlashingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi o'zingizga berishingiz kerak bo'lgan yana bir savol bu: mani biznesim uchun maxsus funksiyalar kerakmi? Mani biznesimda maxsus ERPlar mavjudmi? Ya'ni sizni biznesingiz qandaydir spesifik biznes bo'ladigan bo'lsa, o'shanga mos ERPlar, sohaga mos ERPlar qilingan bo'lsa, o'shalarni olganingiz ma'qul bo'lishi mumkin. Yoki yo'q, meniki standartniy biznes, любой ERPda bor funksiyalar bor desangiz, aytaylik, standartniy istalgan ERP tushishi mumkin. Masalan, Odoo'da 30 dan ortiq standart industriyalar, standart modullar bizneslarga tushadigan qilib yaratilgan, lekin ba'zi bir bizneslar bor, ularga biz qat'iyan kirmaymiz. Odoo qo'ymanglar, undan ko'ra
mana bu yoki ana bu programmani qo'yinglar deb qattiq tavsiya beramiz va o'shani joriy qilishsa muvaffaqiyatli bo'ladi. Masalan, bular gostinичный biznes bo'lishi mumkin, farmatsevtika bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan boshqa bizneslar bo'lishi mumkin. Aynan o'ziz sohangizda eng kuchli ERPlarni qidirib ko'ring. Agar o'ziz sohangizga emas, universal ERP menga moslashsin deydigan bo'lsangiz, umumiy ERPlarni ko'rsangiz bo'ladi. 5-chi o'ziga berish kerak bo'lgan yana bir savol bu hozirgi tizimlarim bilan integratsiya bo'lishi kerakmi? Ko'pchilik bizneslar yangi qaysidir tizimni joriy qilgani bilan qaysidir protsessida ma'lum bir programmalardan voz kecha olmaydi yoki ular qurilmalari bilan yoki bank integratsiyasi bilan uzviy bog'langan va undan voz kechib bo'lmaydi. Siz endi qabul qilmoqchi bo'lgan ERPingizni unga integratsiyasi ochiq bo'lishi kerak, sizga доступный, arzonroq va tezroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham integratsiya qilish imkoniyati borligini tekshirib ko'ring. Masalan, sizda SaaS yechim ishlatmoqchi bo'lsangiz, unda aynan siz uchun individualni qaysidir integratsiyani qilib bera olishmasliklari mumkin. Yoki qaysidir xalqaro programma ishlatmoqchi bo'lsangiz, ma'lum bir funksionallarni lokalizatsiya qilib bo'lmasligi mumkin. Bu narsalarni avvaldan chuqurroq o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. 6-savol, bizi tadbirkorligimizda cloud versiya ishlatishimiz kerakmi yoki on-premise versiya ishlatishimiz kerakmi? Cloud versiya bu xalqaro qanaqadir serverlarda turadi yoki data centerlarda turadi, O'zbekistonni data centerlarida yoki on-premise o'zingizni tashkilotingizga bevosita ichkariga serverga olib kelib qo'yish kerak bo'ladi. Buni chuqur o'rganib chiqish kerak. Ma'lum bir biznes protsesslarni talablariga ko'ra unisi yoki bunisi tanlanishi kerak bo'ladi. 7-chi va bizning tadbirkorlar eng muhim deb biladigan savollardan biri bu narxlar politikasi. Ko'pchilik ERP joriy qiluvchilar yoki sotib oluvchilar uni faqat litsenziya puliga qarashadi. Deydi, mana atigi $10 ekan, $1 ekan, $80 ekan u deydi-yu, lekin litsenziya puli icebergni bir uchi xolos. Uni tagida integratsiya pullari, support puli, teaching, ya'ni o'rgatib berish pullari bor. Undan tashqari yana implementation fee'lar bor, sizga moslab berish joylari bor. O'shalarni inobatga olishmaydi. Yillik support yoki uzoq yillik bo'lganda qanaqadir skidka bo'lishi, shularga chuqurroq e'tibor bersangiz, narxi hamma jihatlarni o'rganib ko'rgan bo'lasiz. 8-chi va eng berilishi kerak bo'lgan savollardan, jiddiy savollardan biri bu jamoangiz ushbu yangi dasturni qabul qilishga tayyormi? Shunday holatlar bo'ladi, jamoa buni qabul qila olmaydi, eski tizimda qolishi ma'qul ko'rishadi. Siz top menejer yoki rahbar sifatida yangi dasturga ehtiyoj juda qattiq sezayotgan bo'lsangiz ham, lekin jamoangiz bunga ko'nmasa, siz ikkita yo'lni oldida turasiz. Yoki jamoani almashtirasiz, yoki boshqa dastur, yoki eski dasturda qolishingizni tanlaysiz. Odatda O'zbekistonda ko'pchilik biznesmenlar cho'rt kesishadi-da, o'rtada yo men aytganim bo'ladi yoki bo'shalaring deydi, lekin odatda xalqaro tajribada change management degan narsa bor. Jamoani bunga qadamma-qadam tayyorlab kelish kerak va yangi dasturga o'tayotganda ham o'zini strategiyalari bor. Bundan albatta foydalanish kerak bo'ladi. 9-savol bo'lsa, bu menga shu dasturni joriy qilib beruvchi hamkorim, ya'ni implementation partner qanday tajribaga ega degan savol. Masalan, siz tanlayotgan dastur odatda agar xalqaro dastur tanlaydigan bo'lsangiz, SAPmi, Odoo'mi, 1S'mi, Oracle'mi istalgan dasturda siz o'z biznesingizni raqamlashtirishingiz mumkin. Ular yetarlicha kuchli dastur, sizni istalgan istagingizni bajaradi odatda. Faqatgina uni qo'yib beradigan odamni chegaralariga taqalib qolmasangiz bo'ldi. Odatda siz partnyor tanlayotganingizda uni necha yillik tajribaga egaligi, jamoada kimlar borligi va xuddi siznikiga o'xshagan bizneslarda avval qo'yganmi degan savollarga javob bersangiz, keyin shunga qarab partnyor tanlasangiz, yanada muvaffaqiyatli implementatsiyaga olib boradi. Masalan, bizni odatda kiradigan bo'lsak loyihalarga o'zimiz bilan finansiy ko'nikmalarini orttirgan dasturchilar, finansistlar, biznes konsultantlar yokida o'zini sohalarini o'rgangan kuchliroq mutaxassislarni maksimum jalb qilishga harakat qilamiz. Va biza o'zimizni nishaga egamiz. Masalan,
wholesale ya'ni optavik import bilan shug'ullanadiganlar, B2B sotuvlarda ishlaydiganlar, FMCGda ishlaydiganlar, distributsiyada ishlaydiganlarga biza tezroq, osonroq va kuchliroq решениyalar qilib beramiz. Ishlab chiqaruvchilarga ham hozir biza ko'plab kirib boryapmiz va ularga ham kuchli решениyalar tayyorlab, o'zimizda jamoada bunaqa odamlarni shakllantiryapmiz. 10-savol va eng kuchli savollardan bittasi. Joriy qilayotgan tizimingiz 10 yildan keyin, 5 yildan keyin ham sizga ishlab beradimi? Chunki ERP joriy qilish sizdan 3, 6, 12 oylab vaqt oladigan narsa va bu 1-2 yildan keyin almashtirib oladigan programma emas. Hech bo'lmaganda 5, 7, 10 yil sizga ishlab berishi kerak va undan keyin qanaqadir boshqa urovingga o'tsangiz, boshqa programma ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun bu programmani, ERPni tanlayotganda uzoq muddatga ishlashini plan qilib olishingiz kerak. Do'stlar, ushbu videoda siz bilan sizni biznesingizga ERP o'zi kerakmi va kerak bo'lsa qanaqa savollarga javob berishim kerak degan 10 ta savolni ko'rib chiqdik. Agarda ushbu savollardan hech bo'lmaganda 3 tasiga yo'q deb javob bergan bo'lsangiz, siz o'zingizni biznesingizga ERP qo'yishni yana bir bora qayta o'ylab ko'ring. Yaxshiroq, chuqurroq tayyorlanganingiz ma'qul. Mani kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Raqamli transformatsiya bo'yicha biznesingizni qanaqa tayyorlashingiz kerak, qanaqa o'sishingiz kerak, shu haqida doimiy videolar qo'yib boraman. Sizga foydali bo'ladigan umiddaman.